alaykum aziz chorva ishqibozlari hamda Dangal Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun 2025-yil 28-yil. Mana bugun 9ta qo'chqor sotyapti. Ha, 9ta qo'chqor sotishibdi. 2025-yil 28-mart hafta kuniga juma biz Farg'ona viloyati Quvashi shahar Behizor bozoridamiz. Bugungi narx-navolar bilan yaqindan tanishtirib borishga harakat qilamiz. Bozorda yomg'ir tingan yo'q, odamlar harakatda, hayvon kam, shu sababli narx-navolar bilan yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Bittadan like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Kelamiz, bo'zi qo'chqorimiz. Mana shu zo'r tushib turgan ekan, savdo qilyapti ekan 3.300.000 so'm berilgan yo'q. Neç pul bo'ldi oxiri 3.300.000 mi? 33 ga bermayaptilar. 33. O da güzel narsak. 3.350.000 enavolab bo'lib ketdi. Sotdingizmi? 3.350 ga bermayapti. Qo'shqor. Juda go'zal bo'ldi. Berag, ishlaydi pul bo'lib ketdi, katta qo'ydi pul bo'lib ketdi. Xursandmisiz? Bozorda ahvol mana shunaqa ahvollarda mana akalar, yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti deyaptilar. Akalar ena bola ishqibozlariga 6 dona ena bola qoldi. 8 milliondan narx aytyapti. 6.200.000 so'mdan savdo bo'lyapti ekan. Mana shu ena bolada. Bolalar 4 tasi qo'chqor, 2 tasi so'liq ekan. Qo'yog'i, suyog'i, maydasi, pachag'i hammasi ichida 6.200.000 so'mdan. Bolasi 3 million bo'lsa, enasi nechi bo'ladi? 3.200 o'lyapti. Mo'lar ham bormi shuning ichida? Mana kichkinalar ham yo'qmi bular? Ular sotilibdi. Bular sotilib, kattalar ekan. 6.200.000 so'mdan savdo bo'lyapti ekan. Yomg'irda endi qo'ylarcha uyib, ko'rinmay turibdi, ammo yaxshi qo'ylar ekan. Qo'yish bozoriga tashib boramiz. Bular ishga kirib qo'yib hammasini ko'rsatib boramiz. 6.200.000 so'mdan. Bering, yaxshi pul beryapti. 6.200.000 so'mdan bermayapti. Tomosha qilinglar keyin. Güzel variantlar. Aşı bola vermayapti. Zo'mtili bola. Bozorda ahvoli shu mana. O'zini ehtiyotini qilganlar mana zo'mtilar bilan yomg'irdan ehtiyot qilib, mana da qo'ylar yomg'irda turibdi mana. Akalar mana bular zo'mtilarda keltirib joylarga qilib olishibdi. Nima deymiz? Yomg'ir tingan yo'q. Akalar videolar yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib, bang'illatib, kommentariyada yozib qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar 10 tomonda obuna bo'lish tugmasini boshdan unutmanglar. Nima bo'ldi? Akalar 3 dona egizak bola deydi. Qanchaga? 18 million shu. 18 millionga sotildimi? Bo'lmayapti. 18 millionga berilmayapti. Onların qo'chqor 5 tasi. Bittasi o'g'liq, 5 tasi qo'chqor. Yoshlari o'rta yosh. O'rtacha. 18 millionga bermayapti. Nech pulga berasiz buni? 18 millionga bermagan bo'lsa. Nech pul deyapsiz o'zi aka? 20 million tepasida deydi. 18 millionga mana 3 o'sib bermayapti. Yoshlari o'rta yosh ekan, tish to'ldirgan, tish maydalaganlari bor ekan. 5 tasi qo'chqor, bittasi so'roq ekan. 20 million tepasida turibdi. Bozorda ahvoli mana, odam yo'q. Shimol bozorini ham septirib, qo'y bozorida ham aksariyat odamlar bor ekan. Videolarimiz yoqgan bo'lsa bittadan like bosinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar akalar. Biz qilgan videolar, biz chiqargan videolar birinchilardan bo'riyatib boradi. Mehnatlarimiz zoya ketmayotgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab, padishcha qilishni unutmanglar.